Avtomat darvozalar endi O'zbekistonda eng asosiysi garantiyalari ham bor ekan, ishlashlari juda ham chiroyli holatda. Svet o'chadigan bo'lsa, qaysi nimada ochamiz deganlarga ruchniy holatda ham bemalol ochib yopsalar ham bo'lar ekan. Eng asosiysi issiq sovuqliklar zo'r ushlaydi. Xo'p, aka Shukurlar aka batga hozir qanaqa razmerda qilib berilgan? Hop, razmeri eni 3,5 ga, balandligi 380 bo'lgan. Nech puldan boshlab nech pulgacha qilib berilaveradi? Kvadrati katta bo'lsa $90 dan $150 qilib beraveramiz. Qilib berilaveradi. Issiq sovuqlikda qanaqa holatda ushlaydi aka? Issiq sovuqqa ham, shunga ham yaxshi, mana ichilari to'ldirilgan bo'ladi. Issiq sovuq ham shu ham o'tkazmaydi. Xo'p, mashinada kelishadigan bo'lsa, uydagilar bezovta qilmayman degan holatda ochishadigan bo'lsa, necha metrdan olaveradi aka? Hop, 25 metrdan 50 metrgacha olaveradi. Ayniqsa mana qish kunlarida bitta ezib qo'yasiz. Bitta pulta ezib qo'yish bo'ldi. Eng asosiysi ichkarida ham pulti bor, yana zapaska pulti bor, keyin ruchniy holatda. Yani hozir svet o'chmayapti, mabodo o'chadigan bo'lsa ham ruchniy holatda ochib yopsalar ham bo'ladi. Obshi nech pulga tayyor bo'ldi aka? $1445 ga. Juda ham chiroyli holatda tayyor bo'libdi. Nomerlarni qoldiraman. Shukurlar akamga aloqaga chiqsalar, juda ham chiroyli narxlarda, eng asosiysi sifatli ishlarda qilib beradilar.